Mana shu Olmazor tumani Mo'yqo'rg'on mahallasida yerlarni ajratgan odamga отдельный rahmat aytamiz. Sababi qaysi ko'chasiga kirsangiz, keyin ko'chalar qoldirilganda. Eski mahallaga kirsangiz, hamma yerda ko'chalar tor bo'lib ketadi. Mo'yqo'rg'onni qatiga kirsangiz, ko'chalar keyin, ya'ni hammasi keyin. Bu yoqqa kirsangiz ham keyin, u yoqqa kirsangiz ham keyin. Xullas hamma ko'chalari keyin. Bu ko'chasi hammasidan ajralib turadi. Undan ham katta ekan. Ko'chani prosta ham kattaligini, вообще zo'r ekan. Mana shu hovlimiz sotiladi. 3,5 sotuv, bir paytlar 6 sotuv bo'lgan ekan. 2,5, 3,5 qilib ajratib tashlashgan ekan. Bu yerdan ko'rib turganingizda katta yo'l ochib, tepalariga uy qurib, cho'tki qurib olishgan. 6 ta xonasi bor, tayyor kirib yashasa ham bo'ladi. Ozgina fasadda ishi bor va uy ichida mayda-chuyda qiladigan ishi bor. Xullas 3,5 sotuv uy sotuvga chiqyapti. Video xudo xolasa 1 kun ichida chiqadi. Yoqsa kommentda o'z fikringizni bildiringlar. To'liq video kerak bo'lsa, men sizlarga tashlab beraman aka. Xudo xolasa ko'rsanglar. Narxi ham yomon chiqmayapti. Bo'lmasa Telegram kanalimizda rasmlari bilan qo'yib qo'yganmiz.